Sochlarim o'shanda to'kilib ketgan. U qarz, yana qarz. Odam siqilib ketyapti. 200-300 dollarni zo'rg'a topilyapti. Arendator uyda bo'ldi, pulni beryapti. Uni sotsam o'sha mamlakatda o'zi 7 mingdan oshiq qarzim bor. Biz o'zi ko'pchilik bo'lganmiz oilada, hali ham ko'pchiligimizda. 10 yoshimdan mahalladagi kasablarga shogirdchi maktabdan qochib kelib, shogirdlikka tushib, o'sha kasabchilikni o'rgangan, chap bo'lib ketdik-ku. O'sha mahalladagi kasablarga o'zimiz akam, radniy akam ham kasablar bo'lganlar. Shu shogird bo'lib, o'sha yerda maktabni bitirib, o'sha maktabni bitirgan paytimda Zaporojye bo'ya qizil o'zimiz qilganmiz. Hozirdan rasmini qo'yib ketamiz. Tog'da tushgan rasmi bor. O'shandan boshlangan 2007-yilgacha shogird bo'lib, usta bo'lib chiqqanman. Ustozim Muhammad Ali aka, baraka toping aka. Harchi ko'chada ishlaganman, o'zimga joy topshirib ketganlar shu paytda. Harchi ko'chada servisda ishlab, o'sha yerda ishlab yurgan paytimiz bo'lgan. Keyin 2007-yillarda akam gazel haydardilar, tog'am bilan sherikchilikka, tog'am o'g'illari bilan menga ham shu gazel hayda yaxshi bo'ladi deyishgan. Tog'am o'g'illarni gazellarni haydaganmiz. Sherikchilikka baraka topsin. O'shalar sababchi bo'lib, mana shu gazel yo'nalishiga kirganmiz deb baribirga. 4-5 yil sherikchilikka haydaganmiz. 2011-yil uylanganimdan keyin o'zimga endi mashina olaman, arenda qilib bo'lsa ham deb arendaga mashina olganman. 97-yil gazel olganman. Normalniy pulga olingan o'sha yerda. Olib uni haydaganman. 1,5 yilcha haydaganimdan keyin kichkina akam menga ham gazel olib beringlar deganda, kichkina akamga gazelni berib turib, o'zim boshqattalab gazel olganman. 2006-yil gazel olganman. 3 metrlik bo'lgan, uni olib o'shandan boshlangan. Kabinalarni polni bo'yab, 4 metrlik qilib, yangi yo'lga olib borib, olmaganada olib borib, o'sha yerda ramalarini cho'zib, bortlar qo'yib haydaganman o'shani. Dollar 2400 dan bo'lgan payti bo'lgan. Где-то bir 2016-yilda dang oshib ketgan-ku dollar. 6000 ga chiqib ketgan-ku. Ishlar o'lib qolgan. Oyiga 600 dollardan to'laydigan paytim bo'lgan o'shanda. Tushib ketgan. U 600 dollar qattiq, 200-300 dollarda zo'rg'a topilyapti. Arendaga ham zo'rg'a talash 200-300 olib boraman, endi siqilib ketaman. Keyin 3 yil vaqt o'tdi, 3 yilga keldi. Arendator o'sha bo'ldi, pulni beryapti. U mashina tan narxi 16 mingga olingan bo'lgan o'sha paytda. 18 mingga tushish kerak bo'lgan 600 dan 3 yilga ham shunaqaga olingan deydi. To'g'ri esimda yo'q. Xullas, endi mashinani sotaman desam, mashina shuncha yildan keyin 7 ming atrofida o'sha ketadigan bo'lib qo'yadi. Uni sotsam, o'sha mamlakatda o'zi 7 mingdan oshiq qarzim bor. Shuni olib berib yuborishim kerak-da. 3 yil umrimga achinib, sochlarim o'shanda to'kilib ketgan deydi, to'g'risi bor. Yomon odam siqilgan, bir oy siqilib yurganman, nima qilishni bilmasdan. U variantni qidiryapman, kelmayapti. Endi Allohga tavakkal deb. Akam uyda azroq pulim bor, beraman. Unga pulni berib yuborgan, mashinani olib qolgan deb pul beraman dedi. Keyin bo'ldi, o'shanga kelishdi akam bilan, keyin o'sha kuni berib yuborgan paytda o'zida to'xtayin dedim. Undan ko'ra arendator mashinani qaytarib olsam, boshida 2000 berganman-da, o'sha 2000 ni beraman, rozi bo'lsang, mayli mashinani qaytarib olaman shunday deganlar. Keyin shu 2000 ni qaytarib olganman. Keyin uydagi pulni qo'shib chatib, yana 2000 qarz olib, bitta gazel olganmiz. Uni ham bir 3-4 oy haydaganman. Uji qarasam, yana qarzman. Uji bo'ldi, uji boshqa narsa qilish kerak bo'ldi. U qarz, yana qarz. Odam siqilib ketyapti. Farzandli bo'lganman. Mana kasha xullas. Akam bor edilar, gazelchi. Baraka topsinlar. Hojaga shular bilan bozorda maslahatlashib o'tiramiz, yuk tushirilayotganda. Mashina olib sotishni boshlamoqchiman deyapman. 2017-yil o'sha ular mashinamni olib u yoqqa qarayman deb sotib, mana shunaqa mashina olib sotib qilaman desam, qil, bos, zo'r bo'ladi. Kasabchilik bilasan, o'zing qo'lingdan keladi, zo'r bo'ladi. Davay deb motivatsiyani zo'rini berganlar, lekin Allohning irodasi bilan boshladim. Shu mashinamni olib chiqib sotdim. Olib chiqib sotganim o'zida olganimdan normalniy foyda qoldi. Bo'ldi, o'sha ketdi u yog'i. Rossiyadan kelayotgan mashinalar u yoq olaman, olib chiqib u yoqqa qarab olib chiqib sotaman. Nazarbayda yerimiz bor edi, o'sha yerda kichkinagina garajda o'zimni mashinamni qilishni boshladim. Keyin bozorga olib chiqib sotaman, zo'r sotaman. Yana olib chiqaman. Bozorda tanishlar kim qilib beryapti deydi. O'zim qolman, sen bunaqa qobiliyating ham bormi deydi. Men yoshligimda mana kasablar bo'lganman. Men mashina ichida katta bo'lganmiz deb
Sekin menikini ham qilib ber, menikini ham qilib ber. Sekin o'sha anta mo'ysha olib sotish qolib ketib, o'sha bo'ldi. Klientlarning mo'ysasini qilib berishga o'tib ketdim. Oxiri o'zimga sotaman deb olgan mo'ysam 5 oy yotdi anta. Bo'ldi, men yo'lda ish qaynab ketdi. Bolalarni olib passajir marshrutkalarini kesib, yasab olib chiqib sotardim. Yaxshi ish bo'lgan, lekin bir 2 yilda o'sha oyoqqa turib, qarzlardan qutulib, o'sha bitta mo'yshaga yetadigan pulim bor edi o'shanda. Keyin o'sha garajdan boshlandi. Shu garajni sal kattalashtirib 2024-yilgacha o'sha yerda ishladim. Videolarni qo'yib ketamiz, ko'rasizlar, o'zi taniganlar biladi. 2024-yilda bahor oyida akam bilan sherikchiligiga joydan servis qurdik. Gazel Auto Tuning brendini o'zim asos soldim o'shanga. Xudo xolisi yomon bo'lmayapti. Yaxshi ketyapti. Yaxshi bolalarni oldi ishga, ishlarni sifatli qilib. Kuzovnoy, bort yozimiz, ramalarni cho'zib, hammasini xudo xolisi qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ketyapmiz. Klientlarga yoqyapti. Hali norozi bo'lganini ko'rmadi-ku. Mabodo norozi bo'lib kelsa ham ishini hal qilib beramiz deymiz. Bezochilik olib ketgandan keyin nimadir aybi chiqib qolsa olib kelasiz, hammasini shundoq chutki qilib beramiz deb aytamiz. Biz bilganlar biladi. Shu mashinalarni o'zimiz tepasida, o'zimni ideyam bilan, o'zimni planim bilan qurdim mashinalarni. Odam niyat qilib yurardim, shu garajda ishlayotganda xudo xolisa servis quraman, o'zimni brendimni qo'yib deb. Mana shu Gazel Auto Tuning o'zi Instagramda o'sha 24-yilda o'zida ochdi-ku. Mana sekin yurishni boshlayapti. Podpischilarimizga rahmat, qo'llab-quvvatlashayotganligiga. O'zi meni oldindan taniydiganlar bor, Gazel haydab yurganimni. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kommentariyaga unasi yozib ketinglar. Bilasizlar, nima ishlar qilganimiz, boshimizdan nima o'tganlarini bilasizlar. Kommentariyaga yozib ketinglar. Shu mana shu ofislarni o'zimizga qurib oldik, o'zimizga qulay qilib, sharoitlarni yaxshi qilib, issiq qilib, qishin yozin bosib ishlayapmiz. Allohga shukr, ishimiz bor. Xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar. Hozirgi yoshlarga shunaqa hunar o'rganishni maslahat berarmidingiz? Albatta maslahat beraman. Nimaga desangiz, yoshligimda hunar olib qo'yganman. Undan keyin Gazel haydab, u qilib, bu qilib. Baribir o'sha olingan hunar mana hozir masjidgacha keldi-da. Buni keyin rivojlantirdik, hali ham rivojlantiryapmiz. Maslahat beraman yoshlarga. Shu maktab paytida bo'sh bo'ladi, o'sha bo'sh vaqtida nimadir hunarga berish kerak ekan. Men o'zim farzandlarimga ham beryapman. Xudo xolasa kattamiz 12-13 yosh bo'lib qoldi. U endi sartaroshlikka qiziqqanligi uchun sartaroshga beryapman. Mayli nima bo'lsa ham o'rganib qo'yaversa, bir kun kelib kerak bo'lsa bo'ldi. Hunarni hech kim olib qo'ya olmaydi, Allohdan boshqa. Ketdi endi servis tanishtiraman sizlarga. Mana shu joylarni boshlab olganmiz. Bardakligiga ahamiyat bermaysizlar, o'zi men mo'jamiz tayyor o'zi. Buni klient olib ketish kerak. Bami bokslarimizga endi ahamiyat bermaysizlar, hamma bardak bo'yatibdi. Ishlar ketyapti endi bu yerda. Hozir men buni olib qo'yilgan, marshrutkani so'yib kabinasini o'zini qilib beramiz. Xorim aka. Bu yoqda ham yana bitta boksimiz bor. Bu ham o'zi tayyor bo'lib qoldi, aybo, xudo xolasa bu. Deyman yo'qda. 3ta boks qilganmiz o'zi. Hammasi shu Gazelga moslashgan. Telar to'plib olib qilingan suv. Mashta qishin yozin ishlayapmiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, poddeshka qo'yasizlar, like dan bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirasizlar. Salomat bo'linglar.